Chiroyli va ta'sirli sevgi hikoyasi Qor malikasi bolalar uchun mo'ljallangan. Andersenning hayotiy tajribasi uni bu ertakni yozishga undaydi. Qor malikasi daniyalik yozuvchi Hans Christian Andersen qalamiga mansub ertak. Ilk bora 1844-yilning 21-dekabrda Yangi ertaklar 1-jild 2-to'plam 1845-yilda to'plam chop etilgan. Asarda Gerda va uning do'sti Kay misolida yaxshilik va yovuzlik o'rtasidagi kurash haqida hikoya qilinadi. 7 bo'limga bo'lingan Qor malikasi multfilmning eng uzun va eng mashhur ertagidir. Asar Andersen qalamiga mansub ko'plab ertaklar to'plamiga kiritilgan. Ertak dunyoning o'nlab tillariga, jumladan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Qor malikasi ertagida Kay ismli bola va Gerda ismli qizcha boshidan kechirgan sarguzashtlar haqida hikoya qilinadi. Kayni Qor malikasi o'z qasriga olib ketadi. Malika uning yuragiga muz parchasini joylashtiradi. Natijada bolakay qo'pol va shafqatsiz bo'lib qoladi. Gerda qo'rqmasdan qasriga boradi. U Kayni topadi, ammo do'sti o'zgarib qolganini payqaydi. Shunday bo'lsa-da, Gerda o'z mehri bilan Kayning muzlagan yuragini eritishga muvaffaq bo'ladi. Kay va Gerda Qor malikasini yolg'iz qoldirib, yanada yaqinroq do'stlar yordamida uyga qaytadilar. Bu hikoyada yaxshilik yovuzlik ustidan g'alaba qozonadi.